Kitap o'qishning hayotimizdagi ahamiyati. Kitap o'qishdan maqsad nima? Kishilarning kitap o'qishdan bo'lgan maqsad g'oyalari bir xil bo'lmaydi. Qisqasi, har kim har maqsad bilan kitap o'qiydi. Ammo kitap o'qishning asosiy g'oyalarini sanaganda tövandagidek chiqadi. Birinchi, ibodat maqsadi bilan o'qish. Bu Qur'on tilovat qilish va diniy kitoblarni o'qishga o'xshash. Bu musulmonlar uchun o'qishning eng sharafli va eng foydali turi hisoblanadi. Ikkinchi, muallimning topshirig'i bilan o'qish. Bu o'quvchilarning muallimlari tavsiya qilgan va darsliklarga munosabatli kitoblarni o'qiganiga o'xshash. Uchinchi, xizmat saposini o'stirish maqsadi bilan o'qish. Bu ishchi xizmatchilarning o'zining taxassus va xizmat ehtiyojiga munosabatli kitoblarni o'qiganiga o'xshash. To'rtinchi, bilim saviyasini oshirish maqsadi bilan o'qish. Bu har kim o'zining ma'lumot doirasini kengaytirish va talantini yuksaltirish uchun xohlagan kitoblarni o'qiganga o'xshash. Beshinchi, ma'lumotliq bo'lish maqsadi bilan o'qish. Bu dunyoda bo'layotgan ishlardan, o'tmishlardan va yangiliklardan ma'lumotliq bo'lish uchun kitob va gazet, jurnal o'qiganga o'xshash. Kitob o'qishning ahamiyati. Kitob o'qish ruhning g'izosi, aqlning ochqichi, ma'rifatning kepilidir. O'qishning fazilati va uning sharafi uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga tunji vahiyning o'qu degan buyruq royi bilan boshlanganligi yetarlikdir. Donolar deydi-ki, kitob muvaffaqiyat ochqichi, taraqqiyot ko'rigi, qorong'u dilni yo'ritqichi mash'al. Kitob bilim xazinasi va tugumas boyliq, ma'naviy kuch, ruhiy ozuq va qanotdir. Sarxil kitob odamning aql farosatini nurlantiradi, ma'naviyatini beytidi, odimiylik saposini o'stiradi, kishiga xushallik beg'ishlaydi. Kitob o'qish, bilim o'rganish, bilimni to'liqlash, o'zini mukammallashtirishdir. Odam kitob o'qib dunyoni, tabiat sirlarini, qaynoq va murakkab turmush falsafasini, fikr qilish yo'lini, chinlik bilan soxtilik, yaxshilik bilan yomonlik, go'zallik bilan satlikning farqini ayiradi. Kitob o'qib, fan texnika egilab, xizmat, ishlab chiqarish, texnika saviyasini o'stirish, jamiyat taraqqiyotiga yetishish, jamiyatga tuhfa qo'shish asosini turg'izolaydi. Kitob o'qib, bilimni mustahkamlagan va kuchaytganlar hayot yo'lida kundan kunga ko'kliyalaydi. Bugungi madaniyat ajdodlarimizning avlodlarga qoldirgan bilim va tajribalarining javhari. Uni egillash uchun kitob o'qish kerak. Kitob kishi qalbini aynan ko'rsatib beradigan aynak. Kitob o'qish orqali ruhimiz ko'tarilib, yashash irodamiz kuchayadi. Tushkunlashganda, ichimiz pushqanda, mag'lubiyatga uchraganda kitob o'qisak, qalbimiz umid, ishonchga to'ladi. G'ayratimiz oshadi. Kitob o'qish yoki o'qimaslik millatning moddiy va ma'naviy saposiga ta'sir ko'rsatadi. Doim kitob o'qib turadiganlar bilan kitob o'qimaydiganlarning o'rtasida muayyan ma'naviy sapo farqi bo'ladi. Kitob o'qiganlarning aql buliqi echiladi. Kitob o'qimaydiganlarning tafakkuri qatmal, fikri teyiz, chechilang'u, turaqsiz bo'ladi. O'zining yetarsizligini bayqayolmaydi. Kitob o'qish, o'qimaslik odamning psixik qurilmasiga ta'sir ko'rsatadi. Kitob o'qish qizg'inligi yuqori odamda ilg'or psixik omillar ko'p bo'ladi. Kitob o'qimaydiganlar ko'p nisbatni egallaydigan millatning psixik qurilmasida nachar omillar, nodonlik, qaloqlik, xurofotlik, bekinmichilik, qashshoqlik, do'ramchilik, shuhratparastlik eg'ir bo'ladi. Kitob o'qishning foydalari. Kitob o'qishning foydalarini sanab bo'lish mumkin emas. Islom ulamolari kitob o'qishning foydalari, hayotdagi ahamiyatini va rolini bayon qilib, tovandikilarni aytgan. Kitob o'qish insoniy va islomiy madaniyatni barpo qilishning asosli teraklaridan biri. Kitob o'qish
qadimdan hozirga qadar insonlarni har xil ilm ma'rifatlar bilan bog'lab kelgan muhim tugundir. Ma'lumot hosil qilishning yo'llari shunchalik ko'payib ketgan mushu zamonaviy asrdimi, kitob o'qishning ahamiyati va roli oldingi o'rinda turmoqda. Kitob o'qish har qanday bir ilm ma'rifatni yoki qandaqli bir ma'lumot bevosita hosil qilishning eng ishonchli yo'lidir. Kitob o'qish Alloh taolaning amr ma'ruf va nasihat qilishdan iborat farzini bilib o'rindashning birdan bir yo'lidir. Kitob o'qish aqlni oshiradigan, ko'ngilni ko'taradigan va ruhni jonlantiradigan xislatdir. Kitob o'qish o'tmishdagi millatlarning kechirmishlarini bilish va ulardan foydalanishning yo'lidir. Kitob o'qish tarixni o'rganishning va o'zini tanishning birdan bir yo'lidir. Kitob o'qish ilm ma'rifat so'rinlarini uyushtirish ruhini uyg'otib, insonning ilmiy munozara qilish iqtidorini oshiradi. Kitob o'qish vaqtni eng huzur, halovatlik va eng manfaatli ravishda o'tkazishning yo'lidir. Shunga eng samimiy do'st kitobdir deyiladi. Qanday qilganda o'zingizni kitob o'qishga ko'ndira olasiz? Ulamolar tuvanda ba'zi nasihatlarni taqdim qilgan. Birinchi, inson bilmagan narsasining dushmanidir. Shunga inson avval kitob o'qishning foydasini va uning ahamiyatini bilishi lozim. Chunki kitob o'qishning ahamiyatini tushunmagan odam uchun kitob o'qish bir og'ir yukdir. Kitob o'qishni dastlab boshlaganda ba'zi kishilar uchun zerikish va malollik paydo bo'lishi mumkin. Ammo uni kitob o'qishga bo'lgan qizg'inlik bilan yengilib bo'ladi. Ba'zi kishilar kitobni asta o'qishi sababli malollik his qilishi mumkin. Ammo o'qishga odat qilgan sari tez o'qishga taraqqiy qilg'ili bo'ladi. Abbos Oqqat yaxshi bir kitobni 3 qatim o'qib chiqish yaxshi 3 kitob o'qishdan afzal degan ekan. O'qiganga amal qilishni birga elib berish, izdanish va tadqiq qilish qatorliq keyingi muvaffaqiyatlarga yo'l ochadi. Ish o'rnida, uyda, safarlarda va har qanday joyda kitobni o'ziga hamroh qilish yaxshi odatdir. Bu orqali inson ozroq bo'lsa-mu bo'sh vaqtlarini kitob o'qishga atashga odatlanadi. Kunda intoyin oz bo'lsa-mu kitob o'qishni o'ziga vazifa qilish kitob o'qishga odatlanish uchun nihoyat foydalidir. İnsanның oshqozini kundalik yemak-ichmakka ehtiyojli bo'lganidek, uning ruhimi kitob o'qishga va ozroq bo'lsa-mu yangilik hosil qilishga ehtiyojlidir. Bu ikki ehtiyojning ahamiyat jihatda bir-biridan kelishmaydiganligini bilish kitob o'qishga odatlanish uchun yordamchi bo'ladi. Kitob o'qishga odatlanish yo'lida ketib borganlar avval kichik hajmli kitoblarni o'qishdan boshlashi yaxshi. Chunki kitob o'qish yo'liga yangi kirgan odamning dastlab cho'ng kitobdan boshlab olishi malollikqa va zerikishga sabab bo'ladi. Kitob o'qiydiganlar bilan ko'p orlashish va o'qigan kitoblar haqida bas munozara qilish va boshqalarning kitob o'qish ruhidan o'rganish.